Bo'lmasam bu korobkadan ochishni boshlayman. Birin-ketin ichidan chiqayotgan narsalar bilan sizlarni tanishtiraman. Bu Neoline 9700S modeli, ya'ni antiradardan tashqari video zapis ham qiladi. Ya'ni yo'lda yurib ketayotganingizda boshqa narsani ham sizga zapis qilib olib beradi. Ya'ni registrator vazifasini ham o'tab beradi. Bu fleshkasi ham bor. Bitta buni eslab qolinglar. Mana ko'rishimga turibdi. Bular mana. Ko'rdingizmi? Ko'p qo'ygan. Bizda bu lokatsiyada ko'rsatmayapti, lekin antiradarimiz ogohlantiradi bizga Avtocom. Texnomart. Yaxshilikka buyursa. Hammaga assalomu alaykum. Biz Texnomart YouTube kanalidamiz. Sizlar bilan Oybek Hidoyatov. Bugun videoni obloshkasidan ko'rgan bo'lsangiz kerak, aynan Neoline 9700S modelini sizlar bilan birga obzor qilamiz va video davomida buni ochib, tekshirib, mashina yo'lida test qilib ko'ramiz. Ko'pchilik o'zi bilsangiz kerak, misol antiradar olgandan ko'ra navigatorga qarab yursa bo'ladi. O'sha ham radarlarni to'liq ko'rsatadi-ku deydi. Endi bo'lsa biz test qilib ko'ramiz. Ya'ni antiradar bilan Yandex navigatori, Viz navigatori, menimcha Viz navigatorini bugun qilsak kerak, chunki ko'pchilik bunda hamma radarlarni to'liq ko'rsatadi, shu navigatordan foydalansa antiradar kerak emas deb o'ylashyapti. Kelinglar birgalikda bugun shu test qilib ko'ramiz, yo'llarimizni tekshirib ko'ramiz. Aynan ko'p radar qo'yiladigan yo'lida sizlar bilan birga buni test qilib ko'ramiz. Bo'lmasa biz birinchi bo'lib buni raspakovka qilamiz, ichidan nimalar chiqadi. Texnomart. Yaxshilikka buyursa. Bo'lmasam bu korobkadan ochishni boshlayman. Birin-ketin ichidan chiqayotgan narsalar bilan sizlarni tanishtiraman. Birinchi olganimizda ichidan nimalar chiqadi? Hop, ochilyapti antiradarimiz. Bizani kutadigan narsa bu. Bu kitobchasi ekan, uzr. Ikkinchisi va bonusiga fleshka olasizlar. 64 GB Neoline'ni o'ziniki bu, o'zina fleshkasi bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu Neoline 9700S modeli, ya'ni antiradardan tashqari video zapis ham qiladi. Ya'ni yo'lda yurib ketayotganingizda boshqa narsani ham sizga zapis qilib olib beradi. Ya'ni registrator vazifasini ham o'tab beradi. Bu fleshkasi ham bor. Bitta buni eslab qolinglar. Wow, bu narsa mana. Bu narsa nimaga kerak? Mana shu narsa juda ham muhim narsa. Bu narsa ham laboyi, ertaga shirasi, boshqa narsa qolib ketmasligi uchun qilingan narsa. Ya'ni bu narsa yopishtirib turib, keyin ustiga antiradar yopishtiriladi. Aynan bu narsa juda ham kerakli narsa, yo'qotish kerak emas. Keyin bo'lsa, mana o'sha boshqa narsa yo'q ekan va antiradarni o'zi. Oldinda kamerasi ham bor, ko'rishingiz mumkin va lidari. Lidar deyiladi. Bu nima deyiladi? Bilsangiz izohlarda yozib ketinglar. Aytmoq shu joyda videoga like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Chunki sizlar uchun biz yangi antiradarni ochib, obzor qilib beramiz. Menimcha bu like uchun arziydi, to'g'rimi? Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozirda bizning kichkina maqsadchamiz bor. Bu ham bo'lsa 40 ming obunachi. Bo'lmasam yo'lga ketdik. Buni test qilamiz. Ular o'rtoqlar hozir solishtiramiz. Yangi O'zbekiston yo'li har kuni ketish payt 3 oyoqli radarlar qo'yiladi bu yerda. Biz hozir Viz bilan birga solishtiramiz. Ko'pchilik aytadi, 3 oyoqli ham ko'radi, boshqa narsani ham ko'radi deydi. Ana endi hozir solishtirib ko'ramiz. Neoline 9700S yoki Viz lokatsiyasi. Hozir solishtirib, aniqlashtirib olamiz. Bo'lmasam boshlaymiz. Bismillah. 3 oyoqli radar qatga qo'yilgan, bilmaymiz, yo narigi betda bo'lishi mumkin, yo bu yoq betda bo'lishi mumkin. Hozir mana sizlar bilan shuni birgalikda test qilamiz. Qanaqa aniqlaydi? Old tarafdan aniqlaydimi, orqa tarafdan yaxshi aniqlaydimi, qancha metrda uzoqdan aniqlaydi yoki umuman aniqlanmaydimi? Bu videoda aniqlab olasizlar. Shuning uchun mehnat uchun iltimos videoga like bosib qo'yinglar, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. Buni bemalol Wi-Fi ga ulab olib, o'zingizlar update qilib tursanglar bo'ladi. Buni nastroykalar yaxshi tarafi sodda qilib ishlangan. Ana bemalol Wi-Fi da ulab olishda problema bo'lmaydi. Bu yozgan zapisi bemalol o'zidan ochib ko'ra oldim. Bunaqa ko'rishda ham qiyinchilik bo'lmas ekan. Masalan, registratorlarda bir xillarda o'chib qolish, uzilib qolishlar ko'p bo'ladi. Bunda lekin unaqa narsa bo'lmaydi. Radar ko'rsatdi bizga 500 metrdan keyin. Buni lekin lokatsiya ham ko'rsatdi. Speed trap reported ahead. Biz atela kech bo'lishini kutdik, chunki kunduz kuni bu yo'lda yurdik. 3 oyoqli radar topolmadik. Lekin ko'p katta ehtimol bilan bu yerda kechasi bo'lishi kerak. Yana aniq bilmadim. Balkim bugun qo'yishmagandir. Buni bizni mashkanting uchun kechasi soat 1 dan keyin Yangi O'zbekiston yo'liga keldik. Chunki ko'p poygalar bo'ladi. Ana o'shalarni urish uchun qo'yishadi. Gaya kelib yo'da reyd qilishyapti. Ko'pincha reyddan keyin yoki oldinroq qo'yib qo'yishadi ular. 3 oyoqli radarlarni o'zligiga yaqinroq qilib, menimcha hozir ko'prikdan endi chiqdik. O'sha oldinroqda qayerdadir ko'rishimiz kerak yoki obratda bunaqasiga ham qaytamiz yoki bunaqasiga qaytayotganda ko'rishimiz mumkin. Speed trap reported ahead. Hozir Yangi O'zbekiston yo'lini polni aylanib chiqdik va 3 oyoqli radarni topolmadik, lekin antiradar to'liq hamma radarlarni aytib beryapti. Masofadan oldin ogohlantirib, necha tezlik belgilangan hammasini to'liq ko'rsatib beryapti. Endi bo'lsa men bitonka bilan, ya'ni katta markali soy bilan yurmoqchiman. U yerda ham ko'p 3 oyoqli radarlar qo'yishadi. O'shanga qarab turib
balki o'sha yerda topamiz. Endi u yoq tarafga qarab yo'l olaman. So'ngra o'sha tarafga qarab ketdik. Mana shu yerda xudo xolisa 3 oyoqli radar uchratsa kerak, chunki kechasi o'tda patrul ko'p bo'ladi, qatnov ko'p bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, bugun 2-kun radarni tekshirgani, yana test qilgani chiqqanmiz. Biz 3 oyoqli radar qidiramiz. Kecha qo'yishmadi yangi O'zbekiston yo'liga. Bugun qo'yilgan bo'lishi kerak. Aynan shuni hozir test qilamiz. Lokatsiya navigator va antiradar bilan qaysi biri to'liq radarni ko'rsatadi. Undan tashqari yana yangi radar qo'yilgan lokatsiyalarni topdik biz. O'sha lokatsiyaga ham boramiz. Yangi qo'yilgan radarlar biz bilsanglar lokatsiyaga kiritilmasa yetmaydi. Antiradar radarni ko'rgan zog'otda yetadi. Shuni ham test qilamiz. Ham lokatsiyani, ham antiradarni. Bo'lmasa biz tezlikni oshiramiz. Chunki bizning antiradarimiz bor. Neoline 9700S sizga hamma radarlarni aytib beradigan. Aytmoqchi, ushbu radarni bemalol Texnomartda istalgan do'konlardan muddatli to'lovga va naqd to'lovga olishingiz mumkin Speed bo'ladi. trap reported ahead. Yo'lda bu radar o'zi ko'rsatadi, umumiy radar. Trassada yurganda trassa rejimiga qo'yib qo'yishingiz kerak. Shuni ham esdan chiqarmanglar va shuni ham inobatga olinglar. Xullas, o'rtoqlar, bizda Balg'ot 3 oyoqli radar topdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Lokatsiya ko'rsatmayapti 3 oyoqli radarni. Lekin yo'lda hozir bizda mana antiradarimiz aytadimi, yo'm tekshiramiz. Neoline 9700S. Mana o'sha radar aytibdi bizda, bu yoqda hech narsa ko'rsatmayapti. 3 oyoqli radar o'sha aytibdi bizga. Mana ko'rishingiz mumkin yo'qmish. Bular mana. Ko'rdingizmi? Qo'yib qo'ygan. Bizda bu yerda lokatsiyada ko'rsatmayapti, lekin antiradarimiz ogohlantiradi bizga avtokon. O'shaning uchun ham antiradar olish kerak. Lokatsiyaga ishonib qolish kerak emas, chunki lokatsiya unaqa signal beradigan radarlarni sizlarga oldindan aytmaydi. Antiradar bo'lsa signaldan kelib chiqib sizlarga qayerda radar berishtirganini aytib beradi. O'shaning uchun ham menimcha Neoline 9700S olishni maslahat beraman. Ko'rib turganingizdek, Neoline 9700S navigatorlar ko'rsatib bera olmaydigan radarlarni aniqlaydi. O'shaning uchun ham navigatorlarga ishonib qolmaslikni maslahat bergan bo'lardik. Va agar siz Neoline antiradarlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Texnomart do'konlaridan o'zingizga qulay uslubda xarid qilsangiz bo'ladi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha